Assalomu alaykum, hurmatli Dunyo mineral o'tlari kuzatuvchilari. Navbatdagi mijozimizni istiqollariga tashrif buyurdik. Kelinglar natijani o'zlaridan birma-bir so'rab bilsak. Assalomu alaykum, Malik xo'jaki. Yaxshimisiz? Xush kelibsizlar issiqxonamizga. Bu 120 kunlik Bolg'or qalampir ko'chatimiz. Birinchi boshlanishi o'zi dorilarga shubha bo'lgan edi. O'sha joy so'raganda ro'zvi pomidor ko'chatlarga berdim, aka, yaxshi natija ko'rsatdi degani uchun MAP 1261 oziqlarni birinchi etapda Boshlang'ich davrda boshlanish davrida berdik. O'shandan keyin yashil massa ko'paydi, barglari kattalashib, gullash davri, tugish davriga yaqinlashgandan keyin 3/20 oziq MPK mahsulotlarimizda 3/20 berildi. Lekin mahsulotlarni arzonligi, keyin sifati, natijasi yaxshi bo'ldi. Shuni hisobiga keyin sizlarning oziqlar bilan ishlashni boshladik. Ko'rib turibsizlar, natija yomon emas. Endi dehqon akalarimizga tavsiya qilamiz, olib ishlatinglar, baraka topasizlar, xudo xolasa. Dunyo mineral o'tlariga murojaat qilinglar.